800 ming so'mga motor qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bizda bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Sharti qanaqa? Sharti bizga podpiska tashlaydigan bo'lishi kerak. Shu bitta shu. Boshqa hech bola sharti yo'q. 800 ming so'mga ish haqini olamiz. Qolgan hamma narsalarni to'kir, balobatlarlarga o'zlari zapchastga boradilar, o'zlari olib kelib beradilar, shu yig'ib beramiz. Iloji bo'lsa o'zimizdan to'kirga qilsanglar, shu garantiyasi bilan qilib beramiz. Olib bergan aytgan do'konimizdan zapchast olib bersanglar, garantiyasini beramiz. Moy yemasligiga. Lekin boshqa joyda to'kirda qildirib keladigan bo'lsanglar, unda bu narsaga garantiya bermaymiz. Chunki qanaqa to'kir, qanaqa ishlaydi, nima qiladi, unisini bizga xabarimiz yo'q. O'shaning uchun o'zimizga olib borgan to'kirimizga olib borsanglar, o'zingizlar olib borasizlar, narxini bilasizlar, necha pulligini biz ustiga qo'ymaymiz hech qanaqa. Bu aksiyamizni hozir noyabr bo'lsa, noyabr oyi oxirigacha shu aksiyamiz davom etadi. 800 ming so'm 3 tali Matiz motorini qilib beramiz. Shu Matizda motorini qilolmay qiynalib yurgan akalarga jo'natib qo'yinglar. Bizga podpiska tashlagan bo'lsalar bo'ldi. 800 ming so'mga o'tida motorni qilib beramiz. Xizmat haqimiz 800 ming so'm. Joningiz sog' bo'lsa, arzon avtoservis doim xizmatida.